Azizli Monza avtomobiliga body kitlarini Xitoydan to'g'ridan-to'g'ri zakaz qilib, arzon narxda o'rnatib berganmiz. Oldi qismidagi body kitlar ko'rishingiz mumkin. Bunda ham avtomobilimizga agressiv dizayn berib turibdi. Va bokovoy qismlarida ham xuddi BMW dizayniga o'xshab turib, ya'ni o'rnatib berganmiz. O'zining komplektida keladi va orqa fortishka tarafda ham mana shunaqa jabr ko'rinishda bo'ladi. Yon qismi ham bor, buni egalari qo'yishimizni shart emas dedilar, lekin o'zini o'sha komplektida keladi. Orqa tarafida ham bor, orqa bamper qismida. Va keyin biz bularga akropovich nasatkalarni taqib berganmiz grucheterlariga. Buni yaxshi tomoni yerga chang bermaydi va ajoyib ko'rinish beradi. Bu avtomobilimiz 1.3 versiya, o'zining zavodskiy spoilerlari bor. Ichki qismda ham biroz qo'shimchalarimiz bor. Eshik opshipkasida ham oyna ochadigan tugmachalar oldida mana shunaqa karbon elementlarini beruvchi akoprint jihozlarni o'rnatib berganmiz. Hatto bagaj ochadigan tugmachada ham bor. Bu qismimizda ham bor. Rul qismimizda ham bor. Xuddi karbon elementiga o'xshab turadi. O'rta konsolimizda ham bor. Juda ham chiroyli holatda turadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Va har birta eshik ochadigan joylarida ham, ya'ni o'sha opshipka qismida ham bor. Hatto mana bu yerdagi eshik ochadigan o'sha qo'shimcha joylarda ham karbon elementiga o'xshagan akoprintlarni ko'rishimiz mumkin. 4 eshikli shunaqa ustunovka qilib berganmiz, o'rnatib. Izohlarda o'zingizning fikringizni qoldirib keting. O'zini zavod holati yaxshimi yoki mana shunaqa ajoyib, ya'ni karbon elementini beruvchi akoprint dizayn yaxshimi? Agar sizga ham tanishingizda Monza avtomobil bo'ladigan bo'lsa yoki Monza avtomobilingiz bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqa body kitlarimizni arzon narxda olib keltirib beramiz.